Chevrolet Lacetti haqida to'liq ma'lumot. Chevrolet Lacetti kompakt sinfidagi avtomobil bo'lib, GM Koreya tomonidan ishlab chiqarilgan. Ishlab chiqarilishi va tarixi. 2002 yilda Daewoo, keyinchalik GM Koreya tomonidan ishlab chiqarila boshlangan. O'zbekistonda GM Uzbekistan, UzAuto Motors zavodlarida 2008 yildan boshlab jihozlanib, Chevrolet Lacetti nomi ostida sotilgan. 2024 yil 26 iyulda Lacetti'ning oxirgi nusxasi O'zbekistondagi ishlab chiqaruvdan chiqarildi. Texnik xususiyatlari. Muharrik 1.5 litr benzinli, taxminan 105-106 ot kuchi. Uzatish qutisi, transmissiya 5 pog'onali mexanik yoki ba'zi modifikatsiyalarda 6 pog'onali avtomatik. Old g'ildiraklar manfaati. Salqinlashuvi old va orqa mustaqil suspenziya tizimi. Spirtlar, tormozlar, old va orqa diskli, ABS bilan jihozlangan. O'lchamlari va boshqa parametrlar. Uzoqligi, taxminan 4515 m kengligi, 1725 m balandligi, 1445 m bagaj hajmi, 405 litr. Bosh vazni, taxminan 1245 kg, maksimal tezlik, taxminan 180 km/soat. Yonilgi sarfi, aralash siklda taxminan 7,5 litr 100 km. Komfort va jihozlanishi. Ichki jihozlar, konditsioner, qulay rul, ko'pincha charm bilan bog'langan, sifatli pardoz materiallari, yorug'likli kabinetlar. Tashqi bezak, 15 dyum disklari, xrom elementlar, stil jihatdan silliq, zamonaviy tashqi chiziqlar. Xavfsizlik, ABS havo yostiqlari old mavjud. Narxi va sotilishi. O'zbekistonda yangi Lacetti modellari uchun rasmiy Chevrolet distributorlari orqali savdoda bo'lib, rasmiy saytlarda 168 342 so'mdan boshlanadi.